Ma 4 quloq saytim 688 koy. Yaxshi ko'rilonjimi? Mavu kichigi. İnçik saatda qaçını yaxshi ko'rdiganlar mani avasanlar bo'ldi. Ma 2 saatning farqini ko'rib asanlar bo'ldi. Mavu 688 ko'yligi, mavu 888 ko'yligi. Bu ikkisininki farqi oltinsida. İkisining motor pulini o'xshash qilib etdim. Amsa obdan ko'rilinglar ham saatning nusxasini. Endi mani ko'risizlar azizlarim. Mavu altın bağlıqı. Ma altın bağlıqının kichigi 778 koy faaliyet. Ma çoğu 958 koy. Bu ikisinin baha farqi bunun miqdaridagi altında. Lekin şu motor puli o'xshash chiqadi-jimi? Mana saatlarimizni yaxshi ko'rib olsanglar bo'ldi. Ma soatniki ichidagi gullarga qaranglar. Hozir dangliq marka bo'lgan. 4 quloq deb qo'yaymiz. 4 quloqninki nusxasida ishlangan. Mana bütün kinişkileri resmiyetleri toluq ama altın saatlerimizden.